Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, kanalimiz a'zolari, mana bugun Xudo xolasa Orzu degan inkubatorimizga tuxum qo'yganimizga rosa 18 kun bo'ldi akalar. Bugun Xudo xolasa qilinadigan ishlar akalar, polni tuxumlar yotqizilib chiqiladi. Urug'langan, urug'lanmaganini tekshirib, qolgan tuxumlarni joy-joyiga qo'yib qo'yamiz akalar. Xudo xolasa 3 kundan keyin tuxumlarimiz inkubatorda tuxumlar ochishga boshlaydi. Xudo xolasa, buning uchun birinchi qiladigan ishlar akalar, inkubator o'chiriladi. Latok o'rtaga keltiriladi. Bundan keyin xo'p, mana bu dimoxod bekiladi. Hadi bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Xo'p, namligimiz hozir 59, 3708 o'z aslida 9 o'ynab turadi. Bismillahirrohmanirrohim deb inkubatorimizni ochib olamiz. Mana ochib oldik. Endi latoyni mana bitta o'chirib, bitta yoqsa o'zi sekin aynaladi. Shu o'rtaga kelganda to'xtatamiz. Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim deb. Akalar, uzr, oldin suvni to'ldirib olish kerak edi. Suvlar to'ldirib oldin hamma hop idishlar suvni to'ldirib olish kerak edi. Yana bitta esa aynalib qoladi. Suvlar to'ldirib keyin to'g'rilab qo'yamiz. Nechta suv idish bo'lsa hammasi to'ldiriladi. Endi o'chirib turib, akalar videoni to'xtatib olamiz. Suvlarni to'ldirib olib keyin davom ettiramiz. Xo'p, mana akalar polni suv idishlari to'ldi. Hammasini to'ldirdik. Ma'lumot uchun 6 ta suv idishi bo'ladi. O'g'lim. Xo'p, endi qilinadigan ishlar akalar inkubatorda latogini tekis qilib joylashtirib olamiz endi akalar. Mana Xudo xolasa shu o'rtaga kelganda to'xtatamiz. Qochtiring. Hoppa. Ana akalar tekis bo'ldi. Keyingi ochirda polni qo'ygan poklarimiz olib tashlanadi. Mana akalar polni poklar oldik, yani orada bitta qolib ketdi. Uni tuxumga yotqizib olamiz. Xo'p, o'g'lim boring suyetdi. Xo'p, akalar hozirlar qorong'ilik qilyapti. Mana shu yerda tuxumlarni tekshirib olamiz. Akalar aytdan bitta olib Bismillahirrohmanirrohim deb mana shuni qo'ysak. Mana akalar jo'ja bor. Qorong'ilik qilyapti. Cho'ta hozir suyet yo'q. Biz akalar mana shunaqa qilib mana maytga qo'yib tuxumlarni tekshirib olamiz. Hozir telefonda o'zida tekshirmasam bo'lmayapti akalar. Boshqalardan olib qo'yamiz. Xudo xolasa inshaalloh hammasi ochib chiqadi. Nechta urug'lanmaganini qo'yib ketamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomatlar, tilak bosinglar. Hozir tezlashmasam cho'ta vaqt ko'p ketib qolyapti. O'shaning uchun iloji yo'q. Tez qilishim kerak. Hozir nimagadir bu ham yaxshi ko'rinmayapti. Telefon mana urug'langan akalar. Bunda bor. Xo'p, urug'lanmaganini bitta ko'rsatib ketaman. Belgilab qo'yganim bor edi. Mana akalar, mana urug'lanmagan urug' mana bunaqa bo'ladi. Urug'lanmagan. Xo'p, mana yana bitta urug'lanmaganini olamiz. Mana akalar. Quyoshdaqa yaltirab turadi, urug'lanmagan bu. Xo'p, endi hozir urug'langanini ko'ramiz. Mana akalar, qop-qorong'i mana. Yiqib tekshirib ko'rsak bo'laveradi. Mana shu jo'jasi bor, urug'langan akalar. Nechta chiqqanini aytamiz keyin oxirida.